O'z tajribam davomida juda ham ko'p rezumelarni ko'rib chiqqanman va ko'pchilik odamlar rezumeni yozishda juda ham ko'p xatoliklar qilishadi. Rezume bu nima? Rezume bu siz haqingizdagi ma'lumotnoma. Ma'lumotnoma ichida esa sizning tajribangiz, borib o'qigan o'qishlaringiz, universitetlarda o'qigan ta'limingiz va undan tashqari baholaringiz, sizning qiziqishlaringiz, qilib o'tgan mashg'ulotlaringiz hammasi haqida informatsiya beruvchi dokument. Fayl bu sizning rezumengiz hisoblanadi. Ko'pchilik studentlar xatolik qilib o'zining ma'lumotnomasini Amerika universitetlariga jo'natishmoqchi bo'ladi, lekin bu juda ham katta xato hisoblanadi. Ma'lumotnomani ichida O'zbekiston standartlari bo'yicha men bilamanki, u yerda ota-onasi haqida informatsiya bo'ladi va undan tashqari qaysi joyda, qaysi viloyatda tug'ilganligi haqida informatsiya bo'ladi. Lekin xalqaro standartlar bo'yicha o'zingizdan tashqari hech kim haqida informatsiya ma'lumotnomaga kiritishingiz mumkin emas. Takrorlanadigan xato bu albatta sizning rasmingizning qo'yilishi, ya'ni ma'lumotnoma yozayotganingizda sizda hech qanaqasiga rasmingiz ko'rinib turmasligi lozim. Ayniqsa Amerika universitetlariga topshirayotganingizda rasmingizni ko'rsatmaganingiz ma'qulroq hisoblanadi. Amerika universitetlariga topshirayotganingizda har bitta universitet uchun o'zining ko'rinishlari bo'lishi mumkin rezume uchun. Ya'ni Garvard universiteti uchun Garvard template bor, ya'ni Garvard uchun alohida o'zining rezume ko'rinishi bor. MIT universiteti uchun ham o'zining alohida rezume ko'rinishi bor va undan tashqari Stanford universitetlari uchun ham o'zlarining alohida ko'rinishlari bor va universitetlarga topshirayotganingizda ushbu universitetlardan qaysi biriga topshirayotgan bo'lsangiz, ushbu universitetlarga mos qilib o'zingizni ma'lumotnomangizni to'ldirganingiz afzalroq hisoblanadi. Biz studentlarimiz bilan ko'proq Garvard template, ya'ni Garvard universitetini rezume ko'rinishini olamiz va ushbu ko'rinishdan o'zimiz studentlarimiz haqida informatsiyani to'ldirishni boshlaymiz. Rezume aslida sizning yuzingiz. Qabul komissiyasi sizni birgina varoq davomida sizning kimligingizni aniqlab olishi mumkin. Rezumeni bir varoqdan ko'proq qilmaslikka harakat qiling. Ko'proq bir varoqni o'zi yetadi. Juda ham informatsiya haqingizda ko'p bo'lsa, ikki varoqni ham qilishingiz mumkin, lekin bu tavsiya etilmaydi. Va ko'pchilik studentlar rezumega nimani yozaman, faqat maktabga borganman-ku, faqat universitetga borganman-ku, undan boshqa hech qanaqa mashg'ulotlarim yo'q-ku deb aytishadi, lekin men nima deyman? Rezumeni chiroyli chiqishi uchun siz rezume uchun yillar davomida ishlashingiz kerak. Foydaliroq va sizga muvaffaqiyat keltirishini xohlasangiz, siz ko'proq o'z mashg'ulotlaringizni ustida shug'ullanishingiz lozim. Keling, endi siz bilan rezume yozishni boshlaymiz. Rezumeda bir necha bo'limlar bo'ladi. Birinchi bo'limda ayniqsa sizning ta'limingiz haqida informatsiya bo'lishi shart. Birinchi bo'limda siz qaysi maktabga borgansiz, qaysi universitetda o'qigansiz, qaysi yo'nalishda o'qigansiz, qaysi kurslarni olgansiz, qaysi sertifikatlarni olgansiz va sizning GPA ballingiz, ya'ni baholaringiz nechaligi haqida to'liq informatsiya berib ketasiz. Ikkinchi bo'lim bu sizning tajribangiz. Ya'ni ish tajribangiz. Agar siz hech qaysi joyda ishlamagan bo'lsangiz ham, siz volonter ishlaringizni, ya'ni jamoat ishlaringizni ham ish tajribangiz haqida gapirishingiz mumkin. Sizning rezumengiz bo'yicha eng muhim joyi ham ushbu ikkinchi bo'lim, ya'ni sizning tajribangiz. Ko'pchilik studentlarimiz juda ham zo'r davlat ishxonalarida yoki korxonalarda ishlaganligi sababli, o'z proyektlarini rivojlantirganligi sababli, ushbu proyektlarda ular juda ham tashabbuskor bo'lganligi sababli, juda ham nufuzli universitetlarga to'liq grantlar bilan o'qishga qabul qilinishgan va o'shaning uchun ham harakat qiling, tajribangiz ustida ko'proq ishlashga. Rezumengizda uchinchi bo'lim bu sizning ilmiy maqolalaringiz. Agar ilmiy maqola hech qanday yozmagan bo'lsangiz, ilmiy maqola bo'limini tashlab ketishingiz mumkin, lekin yozmagan bo'lsangiz, bizning tavsiyamizga ko'ra albatta ilmiy maqola yozishni boshlashni harakat qiling. Ushbu ilmiy maqolaringiz haqida yozayotganingizda rezumeda albatta siz ilmiy maqolaringizni mavzusi, undan tashqari qayerda chop etilganligi haqida jurnalning nomi va albatta jurnalga alohida havola qilib ko'rsatib berishingiz ma'qul hisoblanadi. To'rtinchi bo'lim bu albatta sizning yutuqlaringiz bo'lishi mumkin. Ilmiy tomondan va maktabdan tashqari mashg'ulotlar tomonidan olgan har bitta yutuqlaringiz sizning rezumengizga kirishi mumkin. Sizning chet tillarini bilishingiz va undan tashqari juda ham ko'p konkurslarda qatnashganingiz, olimpiadalarda qatnashganingiz haqida albatta to'rtinchi bo'limda to'liq informatsiya berib ketganingiz to'g'ri hisoblanadi. Va beshinchi oxirgi bo'lim bu sizning mashg'ulotlaringiz, ya'ni mashg'ulotlar, darsdan tashqari, maktabdan tashqari qilgan har bitta mashg'ulotlaringiz, o'zingizning loyihalaringiz va undan tashqari olgan kurslaringiz, Khan Academy, Coursera, Udemy'ga o'xshagan portallar orqali olgan kurslaringizni to'liq informatsiya berib kiritishingiz mumkin. Sizga hozir mana templatelar orqali rezume qanday aslida ko'rinishi kerak haqida ko'rsatib o'taman va ushbu template orqali
albatta o'zingizni rezumengizni kirishga harakat qiling. O'ylaymanki bugungi darsimiz juda ham foydali bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha